Assalomu alaykum, rahmatulloh. Mana yana bitta Xitoy skuterlarimizdan biri. Lupa faralar ajoyib bo'lgan, juda chiroyli ko'rinishga ega. Tanishtirib o'taman qisqacha. Batafsil ma'lumot telefon orqali berilaveradi. Hop, akkumulyatorlari 32 kilo akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Tablolar, o'zgacha tablolarda, magnitofon alohida, cho'ntaklar, kitobchalari, cho'ntaklari bor. O'ynayotgichlari ajoyib uslubda ishlaydi. Ajoyib holatda ishlaydi o'ynayotgichlari. Orqasiga 2 kishi bemalol o'tiraveradi. Sedina yukxona ham bo'ladi. Orqa ko'rinishlari. Kuchaytirib bergich motorda, balandliklarga ham. Har bitta detali o'zi uchun chiqqan, har bitta ozdek kichkina detalchalari ham o'zi uchun chiqqan. Chiroyli bakovaylar. Old qo'l tormozlar, oyoqda ham tormoz bor. O'ta yumshoq bo'lgan skuterimiz. Orqasiga bagaj holati. Mustahkamlik uchun narsalarimizni ham so'lga qo'yib qo'yganmiz o'zimiz ham. O'ta mustahkam. Hamma yo'q kalitlarda ochiladi yo'llari ham. Dalni holati mana shu ko'rinishda bo'ladi dalnilari.